Mana shunaqa bolalar bor bo'lsalar, bitta ham joyga bolalar bilan to'planib borasizlar, отчет berishni boshlab qoladi-yu. Yo'q, qanaqadir idorada ishlamaydi, haliginaqa konspekt qiladigan odam bor, sekretar bo'lib ishlamaydi yoki ota-onasiga emas, umuman akasi telefon qilsin, telefon qilish olmasa aytib qo'ying, o'ldi deb qo'ying, meni o'lib qopti deb qo'ying, qutulamayapman. Ana shunaqa qiziga отчет beradi, qiziga. Shunaqa yomon ko'raman shunaqa bola. Mana shu bunday suv ichib o'tirib, suvga tiqilib qolsa, qo'liga suv ushlatib qo'ysan, nima ichib olgin, normalniy bo'lib ketadi, to'g'risi. O'tirib turib, menga qizim boshqa qizlar bilan rasmga tushib taqiqlaganda bolalar deydi. Sen kimsan? Sen bilan qizlar rasmga tushadi. Sen bir g'alatiroq baqlajonmisan sen? Yo quyosh botishimisan? Yo itni yabichni parodasimisan? Kim rasmga tushadi sen bilan vashi? Ko'rganmisan o'zing sen mana shu qizingni chizig'idan chiqmasliging bo'yicha qaysidir davlatda bir afsonalar ham yursa kerak. Eng kami bitta ruboiy bor mana shu. Ozodlikdagi qul degan, to'g'risida bu. Unaqa qilmagan. Peter Pan desangiz, yo bu sog'lom munosabatlar kim o'rgatgan, qaysi darsda o'rganib olgan sog'lom munosabat deyishdi bu.